Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga bir shirinlik tayyorlab berishni ko'rsataman. Bugun bolajonlarim bilan qilamiz. Kamolaxon va Iboxon. Endi bizga 500 gram un, 250 gram qaymoq, 75 gram shakar, 175 gram sariyog', bitta tuxum, ranglar. Xolos endi biz bolalar bilan qilgancha rang-barang qilmoqchimiz va vanilin. Bir choy qoshiq razdexitil kerak bo'ladi. Bir choy qoshiq razdexitilni solib, bunga shakarimizni ham solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Quruq massamizni o'zini hozir aralashtirib olamiz. Va buni ketidan sariyog'imiz yoki margarinimizni solamiz. Men bolalarga qilganim uchun sariyog'dan foydalandim. Sizlar yana o'zingizlar sharoitingizga qarab qilaverasizlar. Margarin qilsanglar ham bo'ladi. Buni hozir yaxshilab krushka qilib olamiz. Mana shunaqa qilib yaxshilab urib qilib olganimizdan keyin bitta tuxumimizni va qaymog'imizni qo'shamiz. Bu ragalik bo'ladi. Endi bolajonlar bilan qilganim uchun ragaligimizni rang-barang qilib qilamiz. Agar sizlarda rang bo'lmasa, bu shart emas. Sen bolalarga qiziqarli bo'lish uchun noodatiy ragalik qilib beraman. Va ozgina chiroyli qilib tam beramiz. Bizda banan deydi. Va endi yaxshilab aralashtirib xamir qilib olamiz. 3 taga bo'lib oldim. Endi men rang qo'shganimcha aka qo'shmasanglar shart emas. Hozir bittasiga qo'shib boshlaymiz. Manda qizi pishdi. Bu ovqatlarga qo'shiladigan anaqa bolalarga hech nimasi yo'q, yana unaqa deb o'ylamaydi. Aynan shu anaqa nimalarga ishlatilish uchun qilinadi. Buni hozir yaxshilab shunaqa qilib rang qilamiz, xamir qilib. Mana biz korичневый, qizil, pushti va o'zini rangidan qildik. Endi bularni chiroyli qilib ragalik shakliga keltirib olamiz. Ozgina ko'p emas, un qilib olamiz, чтобы anaqa narsamizga yopishmasligi uchun. Qo'limga ahamiyat bermaydi, endi rang qilganim nimasiniki. 1,5 mm chalik qalinlikda yoyib olamiz, bir xilda qilib. Mana dumaloq qilib yoyib oldik. Endi buni mana ko'rganingizda qalinlikda. Endi buni teng qilib o'zingizlar xohlasanglar katta ragalik qiluvchilar yokida kichkina mayda qilaman desanglar maydaroq qilasizlar. Mana shunaqa qilib razmerlarga bo'linib chiqaradi. Buni qilib bo'lib olamiz. Ichiga xohlasanglar nachinka qo'shinglar, xohlamasanglar qo'shmanglar. Menda jim borligi uchun qo'shmayman. Ragalikka har doimgidek ochib olamiz ozgina va tortib o'rashni boshlaymiz. Hammasini shunaqa qilib olamiz. Boshlaymiz. Qilur qizim. Qizlar bunilarcha bitta qilinglar, yani yoki ishda qilinglar. Manalar shunda qilinglar, shundan binda. Mana o'rtacha duxovkada sal qizartirib olib pishirib olamiz. O'zingizlar duxovkalar qilinglar. Agar gradusli duxovka bo'lsa 160-150 gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Ro'zaviy rangimizga olchalik jemimizdan foydalanamiz. Va buni ham shunaqa qilib o'rab olamiz. Mana sizlarga yana bir usullar ko'rsataman. Bundan gul chiqarib beraman qizlarim bilan. O'rgatvaman to'g'riroq. Mana bu amma. Mana qilganimizdan keyin mana o'rtacha pichoqni kesib 6 ta kesiladi va endi mana qilib qo'yamiz. Sen bilmaysanmi shuni? Mana o'rtasini bosib qo'yamiz. Bunga jim qilsangiz bo'ladi yoki shunda o'zi ham qilsanglar ham bo'ladi. Bunaqa qilib qizartirib olgandan keyin ozgina sovutib
hozir issig'ida qilsak yopishib qoladi. Ozgina sovutib, keyin paketga qilib saxarni pudramiz qilib olamiz. Boradi, buni hozir qo'yamiz. Mana azizlarim, bizani bolajonlarim bilan qilgan rogalik va pecheniya kurasonlarimiz. Bu yog'i o'zingizlarga havola, bezatish, nima qilish. Men ozgina saxarni pudra qildim va ustiga ozgina jemlardan qilib qo'yib gullarimizni qilib oldik. Videolarim ham sizlarga yoqadi va manzur bo'ladi degan umidaman. Buni kichkina bolalaringlar, qizlaringlar ham o'zi osongina tayyorlab qilsa bo'ladi. Rang bilan qilish shart emas, bir xil rang qilsalar ham juda ham mazali va shirin bo'ladi.